Leksiyalarımızı davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaş. Bugün çislağa 2020 yıl 12. ayının 23. günü. Endilikteki mavzumunda vatandaşım. Amerika Devlet Bexatarlığının ministeri nutuk sözlüdü. Cungo Kompartiyasiga yeni tabir berdi. Mavzulu haber 12. ayının 22. günü Fransiya Halkara radyo stansiyası ilan kılındı haber. Ondan keyin Van bir torbitiga köçürüp besildi vatandaşım. Mandak başlandı. Amerika Devlet Bexatarlığı Ministerliği chet el güçlerinin Amerikaga tahdid paydo qilishni maxsus bir taraf qiladi. Amerika Devlet Bexatarlığı Ministerliği ministerining so'zlagan nutqi Jungo Kompartiyasining bu davlat Amerikaning bexatarligiga terrorizmli xarakterda tahdid paydo qilganligini ko'rsatib berdi, dedi Fransiya Xalqaro radio stansiyasi. Amerika Devlet Bexatarlığı muvaqqat ministeri Chad Wolf 12. ayının 21. günü faaliyetga qatnaşgan nutuk so'zlab mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasining mustabiy tizimlik ideologiyasi yaqinda uning yovuz niyatlik harakati bilan birlashib ketdi. Muvaqqat minister Chad Wolf mundaq ko'rsatdi. Men rahbarlik qilayotgan bu ministerlik Jungo Kompartiyasining Amerikaga tahdid solishiga taqobil turish siyosatini texmo mukammallashtirdi. Jungo Kompartiyasi a'zolarining Amerikaga kelishiga viza qo'yib berishni cheklaydi. Minister so'zlagan nutqida yana mundaq ko'rsatdi. Amerika Shangangdan yana Hong Kongdan kelgan musofirlarni alohida qarshi oladi. Hamda Amerika Tayvan bilan hamkorlashib, Tayvandan Amerikaga keladiganlarni Tayvanda turiblar tamoydan tekshirishini o'rinlashtirdi. Yani avar qilmaydi degan gap. Chad Wolf minister, muvaqqat minister Chad Wolf Washington bilim xazinasi an'anaviy fond jamiyatida nutuk so'zlaganda bunday ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati Jungodan keladigan tahdidga taqobil turadigan siyosat belgiladi. 2017 yılı tüzülgen Amerika Devlet Bexatarlığı Stratejik Dokalati ve 2020 yılı tüzülgen Amerika'nın Cumhur Halk Cumhuriyeti qaratgan stratejik siyaseti. Cumhur Halk Cumhuriyeti'ge zerbi beriş stratejik hareket planı tüzüş. Bu dokalat yakında ilan kılındı. Ahırdakisi yakında ilan kılındı dep görüsüldü. Nime? Cumhur Halk Cumhuriyeti'ge zerbi beriş stratejik hareket planı tüzüş. Bu yaki stratejik hareket planı deseniz bol tüzüşün çıkarıviteyli. Bu dokalat yakında ilan kılındı. Növbette Amerika Devlet Mahkemesi 12. ayının 3. günü Jungo Kompartiya a'zolari urug' tuqqanlarining chegaradan kirishini cheklashni yo'lga qo'ydi. 10 yıllık viza qo'yib berishni 1 yilga qisqartdi. 1 oyga qisqartdi. Muvaqqat minister Chad Wolf mundaq ko'rsatdi. Amerikaning prezidenti bu yil 5. ayda uqtirish e'lon qilib, Jungo harbiy taraf bilan munosabatlik Jungo grajdonlarining va o'quvchilarning, tadqiqotchilarning Amerika kirishini chekladi. Jungo taraf bu xabarning ma'nosining nima ekanligini obdan tushundi. On minglagan Jungoluk o'quvchilar derhal Amerikadan ayrılıp vatani Jungoga qaytib ketishdi. Bayqab qilishdan saqlandı. Amerikada Amerika hukumat tarafining bayqab qilishidan saqlandı. Amerikaning texama qattiq harakat qo'llanishidan saqlandı. Minister mundaq ko'rsatdi. Bu kişiler Amerika'dan ayrılgandı, biz olanı inçkilik bilen tekşirdik. Devlet Bexatarlığı Ministerliğinin muvaqqat ministeri Chad Wolf nutqının ahırda mundaq ko'rsatdi.
Cungo Kompartiyasının ideologiyasi Jungoning yaqindagi yovuz niyatlik harakatlari bilan birlashib ketdi. Davomini anglash, hurmatli vatandosh.